Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va bizni kuzatib borayotgan barcha aka ukalarimizga Xudo xolasa yana bir komplektimiz avtomatli komplektlarimizni o'rnatish harakatini boshladik. Xudo xolasa hozir joylarni tayyorlashni boshladik. Noldan Xudo xolasa betonlarni qo'yishgan uvolnilarni hozir olib keldik. Endi terib svarka qilishlarni va uvolnilar diagonallarga qo'yishni boshlaymiz. Xudo xolasa manzilimiz Jizzaxda yo'l yuzida bidonkani oldida ekan. Bu yoqda mana katta bozorlar bor ekan. Do'stlarni xohlasa joyimiz salkam 20 metrga joylashtirilgan. Bu yoqdan mishalkalarimiz o'rnatiladi. Bu yoqqa avtoreskalarimiz o'rnatiladi. Bu liniyalarimizni o'zini qoliplarini telechkadan u yoqdan bu yoqqa o'tadigan telechkalari bo'ladi. Xohlasa xuddi shu obyektimizni inshaalloh nasib bo'lsa tez orada ishga tushirib, xohlasa o'rnatib, egalariga topshirib, nasib vodiyga qaytamiz. Keyingi manzillarimiz Xudo xolasa vodiyning o'zida o'rnatadigan joylarimiz bor. Toshkentda bor joylarimiz Xudo xolasa o'rnatiladigan. Bittadan like tugmachasini bosib obuna bo'lib qo'ysangiz, Xudo xolasa bundan-da yangilarni va yangi obyektlarimizni o'rnatayotgan joylarimizni Xudo xolasa qo'ldan kelganicha sizlarga tanishtirib o'tish harakatini qilamiz. Imkon darajasida Xudo xolasa. Hozir bugun 6-may sanasiga Jizzaxdamiz. Endi bugun qo'ya olsak Xudo xolasa videolarni 6-may sanasida bo'lamiz. Biz bugun 6-may, 6-may sanasida qo'ya olsak Xudo xolasa agarda bir ikki yo'q bo'lib qolishi ham mumkin ehtimolda 6-may sanasida video obzor boshlanadi Xudo xolasa. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekranda nomerlarga murojaat qilaverasiz. Xudo xolasa sifatli qilib olib borib ustunovka qilib beramiz. Mana akalar, Xudo xolasa 6-may sanamizga ishimizni yakunladik. Qator relsimizni to'qib, Xudo xolasa razmerlarga qo'yib, diagonallarni chiqazib oldik. Bu yoqdan o'tadigan telechkalargacha yasab oldik nasib bo'lsa. Bir tomon telechkalarimiz qoldi. Xudo xolasa 6-may sanasiga mana shu abitda bir 12larda boshlagan ishimiz Alloh nasib qilib ishlarimiz rivojini berdi bugun. 4 ta qator relsimizni o'qib, bir tomon telechkamizni ham qo'yib oldik nasib bo'lsa. Ertaga Xudo xolasa stanoylarimiz yetib keladi. Stanoylarimiz yetib kelgandan keyin Xudo xolasa avtoreskalarimizni va mishalkalarimizni, suv yo'mkichlarimizni hamma yo'g'imizni o'rnatib, inshaalloh 7-may ertaga bo'ladigan bo'lsa 8-may sanasiga quyishni boshlaymiz. Videomizga bittadan like bosib, obuna bo'lib, Xudo xolasa kuzatishda davom eting. Agarda sizga ham shunday stanoylar kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, qiziq bo'lib qoladigan bo'lsa, xohlasa sizlarga ham yaxshi qilib ustunovka qilib olib berish harakatini qilamiz.